Aytgancha qizim, Qorboboga xat yozdingmi? Yo'q. Nimaga yozmading? Esingizda yo'q. Nima? Yo'q. O'tgan yil men undan velosiped so'ragan edim. U menga kichkina koptokcha berdi. Undan oldingi yili men siz aytganingizni qilib, yaxshi qiz bo'lib, men undan planshet so'radim. U menga kichkina qo'rchoq sovg'a qildi. Men undan xafa emasman. Qiynalayotgan bo'lsa, bermasin, boshqalarga bersin. Qizim, ke bu yil ham Qorboboga xat yozib ko'ramiz. Balkim sovg'ada adashgandir. Axir u qari bo'lsa, bekorga Qorbobo deyishmaydi-ku, to'g'rimi? Yozamizmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshi o'tiribsan? Yaxshi, rahmat. Qizing nima qildi? Dars qilyapti. Yozdinglarmi? Ha. Nega? Notebook. Ovqatingmi? Bor. Siz bir gap bo'lar. Hey, salom bolajon. Men sovuq o'lkalardan senga sovg'a keltirdim. Sen yil davomida aqlli qiz bo'lib, ota-onangni aytganini qilganing uchun senga sen xohlagan, sen so'ragan ajoyib sovg'a notebook. Notebook. Hurra! Qayerdan oldingiz? Aytsam ishonmaysan. Narxiga qiziqib ko'ray. Bir gap bo'lar deb do'konga kirsam, siz bizning do'konimizga tashrif buyurgan 1000-mijozimiz bo'ldingiz-da. Notebook sovg'a qilishdi. Rostdanmi? Qizim, Qorboboga rahmat dedingmi? Ey Xudoyim, sendan oldin duo qilgan edim. Kechagina men senga Qorboboyim qiynalib qolyapti. Unga yordam ber. Men xohlagan sovg'amni qiynalmasdan olsam. Qorboboga qiyin bo'lsa, ham senga oson-u. Sovg'amni sen unga ber, u menga beradi deb duo qilgandim. Qabul qilganing uchun rahmat senga. Amin, Allohu akbar. Qizim, Qorboboga rahmat dedingmi? Qabul qilganing uchun rahmat senga.